Mana shu yerim, uyim. O'rtoq prezident menga ajratilgan yer shu. Mana suv bugun ham kelmadi. Idishlarim hammasi bo'sh. Mana uyim meni. Mana shu yerda qish chiqardim. Dekabr oyida ko'chib kirganman. Haqiqatda boradigan yerim yo'qligi uchun olganman bu yerda. Mana shunaqa qilib bitta kibitga soldirib oldim. Shu yerda qish chiqardim. Mana meni uyim, mana meni joyim. Shu yerda yashayman. O'rtoq prezident menga yordam beradigan odamni o'zi yo'q. Sizdan iltimos, menga yordam berishinglarni so'rayman. Jichcha chorva qilay deb kreditga ariza yozsam, ish joyidan spravka kerak dedi. Ishlamasam qayerdan spravka olaman oylik haqida. Shunga endi yordam berishinglarni so'rayman ozgina. Men ham jichcha oyoqqa turib olay. Chorva qilsam eplab baqaman, xudo xolasa. O'zim tikalayman. Kambag'alchilikni yo'qotamiz degan shiorlar, anaqalar yozyapsizlar. Chiqaryapsizlar qonunlar. Shu qonunlar bizga ham ishlashini sizlardan so'rab qolaman. O'rtoq rahbarlar, yurtimiz yurtdoshlari, rahbarlari.